Minecraft, lekin mana bunday skinlar qo'yishni o'rganamiz. Videoni boshlashdan oldin kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'yishni unutmang. Unday bo'lsa, biz videomizni boshladik. Birinchi bo'lib bizga Play Market ilovasi kerak bo'ladi. Android bo'lsa Play Market, iPhone bo'lsa esa App Store kerak bo'ladi va bizning telefonimiz Android, shuning uchun Play Marketga kirib olaman va qidiruv degan joyga kiramiz. Qidiruvga o'tib, bu yerga Minecraft mod deb yozamiz. Bu yerda Minecraft mana bu chiqadi. Pastroqqa tushsak, mana bu mods maps for Minecraft P. Shunga kirib, mana bu o'rnatish tugmasini bosamiz. Videoni o'rnatib bo'lgandan keyin davom ettiraman. Mana do'stlar, ilovani ham o'rnatib oldim va men ochish tugmasini bosaman. Bu skinlarimiz mutlaqo bepul. Bu yerdan men o'zimni yilimni kiritaman. Nechinchi yilda tug'ilganimni. Mana men kirib oldim va bu yerdan pastda skin degan joy bor. Mana bu joy. Shu skinni ustiga bosaman. Bu yerda har xil skinlar bor. Mana fermer bor, creeper kalla bor, enderman, iron golem kalla bor, ender dragon bor. Mana bu yerda grill qiz bolalarniki, o'g'il bolalarniki va bu yerdan menga xohlaganini, masalan, dreamniki bor. Va men bu yerdan qaysi birini qo'ymoqchiman. Men bu yerdan chartensga kirib ko'ramiz. Xayrosga kirsak va men bu yerdan o'rgimchak odamni qo'ymoqchiman. Shuning uchun ham o'rgimchak odamni ustiga bosaman. Shunday qilib bosamiz o'rgimchak odamni ustiga va bu yerdan unclock per at waves ustiga bosamiz. Mana bu ustiga bosamiz. No need a real roulette game when you can get the reklama ko'rib bo'lgandan keyin mana bu install skinni ustiga bosaman. Mana bu install skin. Bu yerdan biz galereyni bosamiz va download et dedi. Keyin esa biz Minecraftga kiramiz. Minecraftga kirdim. Mana do'stlar, men Minecraftga ham kirib olyapman. Videoni kirgan joydan davom ettiraman. Mana Minecraftga kirib oldim va bu yerda pastda profil degan joy turibdi. Shu profilga kiramiz. Bu yerdan edit charakterga kiramiz. Chap tarafdagisiga. Mana kirdik. Camera o'tib, ovnetni bosib, importni bosib, choose new skin pasayni bosamiz. Minecraft shunga ruxsat berishni bosib qo'yamiz. Yoki ruscha bo'lsa razрешить va galereyni tanlab ikkalasidan va bu yerda skin degan joy bor, shu yerga kiramiz. Mana bu skin ustiga bosib qo'yamiz va bizni qaytadan Minecraftga kirgizib yuboradi. Minecraft lekin mana shunday chiqadi. Keyin esa bu yerdan mana bu yelkasi katta Minecraft tagisini bosamiz va bizga qo'yildi. Buni hozir sizlarga o'yinni ham ko'rsataman. Mana do'stlar, videomiz mana cheatimiz, ya'ni skinimiz qo'yildi. Buni 3-litsendan ko'ramiz. Mana ko'rib turibsiz, cheatimiz 100% qo'shilgan.
Uzr do'stlar, skinimiz 100% qo'shilgan. Endi bunda siz mazza qilib o'ynashingiz mumkin. Video yoqqan bo'lsa kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'yishni unutmang. Sizlar bilan shuki Minecraft kanali bo'ldi.